Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'mi-salomatmisizlar? To'rtko'l tumanlarimizda bugun 25-aprel Uselimdagi xudo xolasa reyd tadbirlari bo'lib o'tadi yurtdoshlar. Так что yo'l qoidalariga qat'iyan amal qilinglar. Ichib, chakib ko'chada yurmang yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdek, yana profilaktika suhbatlari o'tkazilib turibdi. Davlat xizmatchilari tomonidan. Ya'ni так что bugungi soni 25-aprel yurtdoshlar. Yo'l qoidalariga qat'iyan amal qilishni so'raymiz. Pravolarınız, dokumentlarınız bo'lmasa ko'chaga chiqib, lishni rasvota tushmang yurtdoshlar. Bizning To'rtko'l bugun 24 kanalimizda batafsil videolar chiqadi yurtdoshlar. To'rtko'l 24 To'rtko'l 24 bugun degan kanal. Dilerim güzel. Yurtdoshlar kanalimizga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab